Hozir sizga ovulyatsiya kuningizni aniqlashni o'rgataman. Buning uchun siz hayz sikli davomiyligini bilishingiz kerak. Ya'ni birinchi hayzingiz keladigan kundan keyingi hayzingizni birinchi kuni orasi necha kun ekanligini bilishingiz kerak. Masalan, deylik sizda 1-fevralda hayz keldi va keyingi hayzingiz 28-fevralda. Demak, sizda hayz kuni davomiyligi 28 kun hisoblanadi. Va siz bu sonni 2 ga bo'lasiz. 14. Demak, sizda ovulyatsiya hayzni taxminan 14-kuniga to'g'ri keladi. Ya'ni bu 14-fevral bo'lishi mumkin. Yoki deylik, sizda hayz sikli davomiyligi 35 kun. Buni ham 2 ga bo'lasiz. Bu son demak 17,5. Demak, ovulyatsiyangiz hayzni 17-18-kunlariga to'g'ri kelishi mumkin. Va 25 kunda hayz ko'radigan ayollarimiz ham bor. 2 ga bo'lamiz. Demak, bu 12,5. Taxminan bu ayollarda hayzning 12-kuni ovulyatsiya bo'ladi. Lekin inobatga oling, bu degani aynan o'sha kuni emas. Ovulyatsiyangiz 2-3 kun oldin yoki 2-3 kun keyinga surilishi mumkin. Izohlarda hayz sikli davomiyligini qoldiring. Biz sizga taxminiy ovulyatsiyangizni hisoblab beramiz.